Endi navbat may oyida tug'ilganlarga. May oyida tug'ilganlar bu insonlarda go'zal ovoz va yaxshi eshitish qobiliyati bo'ladi. Chunki may oyi Venera sayyorasi ta'siri ostida bo'ladi. Venera esa musiqa, go'zallik va uyg'unlikka javob beradi. Aynan may oyida tug'ilgan insonlar orasida qo'shiqchilar, aktyorlar va so'z ustalari ko'p uchraydi. Chunki ular chiroyli ovoz bilan tug'ilishadi. May oyida tug'ilganlar ko'pincha uzoq umr ko'rishadi. Statistikaga ko'ra, may oyida tug'ilgan insonlar orasida uzoq umr ko'ruvchilar ko'p. Olimlar buni shunga bog'laydilarki, aynan may oyida tug'ilgan chaqaloqlar iqlim jihatdan qulay muhitda o'sadilar va immunitetlari mustahkamroq bo'ladi. May oyida tug'ilganlar go'zallikni yaxshiroq his qilishadi. Bu insonlar go'zallikni, tabiatni, shinamlikni yaxshi ko'radilar. Ular ko'pincha ijodiy shaxslar bo'lishadi. Bahorning go'zalligi ularning ichki dunyosida namoyon bo'ladi. Mayliklarni odamlar juda oson eslab qolishadi. Ta'riflash qiyin, lekin ilmiy jihatdan affektiv ta'sir degan narsa bor. Ba'zi insonlar xotirada qattiq saqlanib qoladi. Mayliklar aynan shu toifaga kirishadi. Hatto ular bilan qisqa muloqot ham tasavvuringizda uzoq qolishi mumkin. Ularda so'zsiz ta'sir qilish qobiliyati bor. May oyida tug'ilganlar tabiiy energetik to'ldiruvchilardir. Siz maylik inson bilan bir piyola choy ichganingizdan so'ng o'zingizni yengil his qilishingiz mumkin. Ulardagi tabiiy tetiklik insonga tez yuqadi. Mayda tug'ilgan insonlarning kulgusi shifo. Chunki may oyida tug'ilgan insonlarning kulgusi yoki hazili bu shunchaki kulgu emas, bu energetik oqim hisoblanadi. Ular kulsa, atrofdagi insonlarning ham kayfiyati ko'tariladi. Shuning uchun odamlar ularga intilishadi. Hatto sezilmas darajada. Mayliklar bor joyda hayot bor. May oyida tug'ilgan eng taniqli insonlar: Salvador Dali, ispan rassomi; John Kennedy, Amerikaning 35-prezidenti; Audrey Hepburn, aktrisa va moda ikonasi; Adele, britaniyalik qo'shiqchi; George Clooney, aktyor; Mark Zuckerberg, Facebook asoschisi; David Beckham, Angliya futbolisti, stil va sport ikonasi.